sirli, haqiqat, taqdir, qismat. Nuriddin Ismoilov. Jaholat qurbonlari. Odatda bir piyola aroqqa mast bo'lib qolmasdim. Ozgina gangirdim-u, lekin hushyorligim mutlaqo yo'qolmasdi. Qaytanga tiniq fikrlay boshladim. Bu safar unaqa bo'lmadi. Ichib bo'lganimdan biror 2 daqiqa o'tib boshim aylandi. Keyin esa mast bo'lib qoldim. Alam bilan Nurali va uning sheriklari voqeasini boshdan oyoq gapirib berdim Barnoga. U meni quchib yig'ladi. "Ehtiyot bo'ling. Iltimos", dedi xolos. Bir haftadan keyin Bahodir aka meni yoniga chaqirdi. Bu paytga qadar otam ancha o'ziga kelib qoldi. Garchi otamning o'zi nima voqealar ro'y berganligini so'ramagan bo'lsa-da, o'zim yotig'i bilan qog'ozga o'rab, voqeaning janjal qismini qisqartirib, Barnoga tegishli joylarini olib tashlab gapirib berdim. Unda gapirgilik nimasi qoldi dersiz? Gap topildi. Sinfdosh do'stimni men yomon yo'ldan qaytarmoqchi bo'lganman. Naqadar balandparvoz gaplar-a. Lekin vaqti kelsa, shunaqangi gaplar ham kerak bo'lar ekan. Xullas, otamning biroz bo'lsa-da ko'ngli joyiga tushdi. Bahodir akaning yoniga borayotganligimni esa aytmadim. Bir jo'ramnikida ishim chiqib qolganligini bahona qilib, uydan chiqib ketdim. Bu safar meni mayor ochiq yuz bilan qarshi oldi. "Tinchgina yuribsanmi?" deya so'radi men bilan ko'rishganidan keyin. "Yoki boshqa bayramni tayyorlashni o'ylayapsanmi?" "O'zim bayram bo'lib qolganman aka", dedim men unga. "Ha, senga o'xshagan odamning oddiy hayotga ko'nikishi og'ir bo'ladi. Agar 3-4 yil o'zingni ushlab yursang, boshqalardan farqing qolmaydi. Lekin bunaqa bo'lishini hatto men xohlamayman. Zerikarli hayotning kimga keragi bor, to'g'rimi?" Men indamay boshimni qimirlatib, uning gapini tasdiqladim. "Endi ishga o'taylik", deya u gapini davom etkazdi. "Jo'rang qulog'ini ushlab ketadi. Hayronman. Nimaga ishonib shunaqa ishlar qilib yuribdi? Ana u akaxoni umuman hech narsani bo'yniga olmadi. Men unaqangi bemaza bolani mutlaqo tanimayman deb turib oldi. Nokaslikni qara. Ancha-muncha tanishlari bor ekan, birortasini ham aralashtirmadi. Hechqisi yo'q. Hali uni ham vaqt soati keladi. Jo'rangam bir balo qilib yo'lini topib ketadi. Lekin uydagilarga qiyin bo'ldi. Mayli, qo'yaver u yog'ini. Sening masalangni nima qilamiz? Men bironta ayb ish qildimmi? Aybing shuki, uchrab qolding qornim ochganda. Hazil. Jiddiy masalaga kelsak, oshna, biz ham robot emasmiz. Bola chaqa bor, xotin bor. Shularning oldida yallo qilib yurishni xohlaymiz. Hozir hamma o'zini biznes ko'rib ketdi. Kimni ko'rma tadbirkor. Nima? Shular qilgan ishni biz eplolmaymizmi? Eplaymiz. Undan keyin odamlarning tinchligini kim saqlaydi? Zo'ravonlarning oshig'i olchi bo'lib ketadi-ku. Shuning uchun kerak bo'lsa uxlamasdan ishlashimizga to'g'ri keladi. Bularni aytishimdan maqsad, endi sen ham o'zingni taroziga solma. Men o'zimni go'llikka solib, Bahodir akaga savol nazari bilan qaradim. Vaholanki nima demoqchi ekanligini juda yaxshi bilardim. Senga qilgan yaxshiliklarimni aytib o'tirmayman. Minnat bo'lib qoladi. Qisqasi, oper gruppaga qo'shilasan. Qo'rqma. Har kuni ishga kelishing shart emas. Ana u kinolar bo'ladi-ku. Sabr qolgur. Oti nima edi? Shoshganda labbay tilga kelmaydi. Shuda ish qilib kaskadyorlar o'ynab beradi eng qiyin joylarini. Sen ham xuddi shunday qilasan. Mabodo hech ham unday bo'lmasin, lekin oddiy odamning bajarishi qiyin ish chiqib qolsa yordamga kelasan. Yo'q demassan. Har qalay, shu o'rtada sen ham nafas olasan,
tirikchilik qilasan, tinchlik seni ham qiziqtirsa kerak. Agar shunaqa bo'lsa mayli. Ana, kelishib oldik. Bahodir akaning yonidan chiqqanimdan keyin men bajarishim kerak bo'lgan ish umuman bo'lmasa kerak deb o'ylagan edim. Xato qilgan ekanman. Oradan 15 kun o'tmasdan kechki ovqatni endi yeb bo'lganimda elchi kelib turibdi. Yaxshiki otamga meni militsiyaga ishga olishganini aytib qo'yganim. Albatta oddiy xodim sifatida. Aslida nimani bajarishimni bilganida hech qachon otam rozi bo'lmasdi. Shuningdek, Barno ham. Yo'qsa bu bola yana biron nima boshlabdi deb o'ylab, qon bosimi tag'in oshib ketishi mumkin edi. Mashinaga chiqayotganimda ortimdan Barno mung'ayib qarab qoldi. Xuddi meni oxirgi marta ko'rayotganday. Ichikdim. O'yladimki, ish qilib, mendan xavotir olaverib, bolani bir balo qilib qo'ymasaydi. Shu o'y xayolimga kelganidan shaytonni so'kdim. Xayolimdan hamma bemaza narsalarni chiqarib tashladim. Yaxshi bir odatim bor. Buni hali aytmagan edim. Yomonroq narsa xayolimga kelib qolsa, birdan moviy dengizni, suzayotgan delfinlarni ko'z oldimga keltiraman. Xuddi ular bilan birga suzayotganday his qilaman. Shu bilan xayolimga ega chiqmoqchi keraksiz narsalar nari suriladi. Hozir ham dengiz u delfinlar yordamga keldi. Bahodir aka voqea joyida kutib turibdi, dedi haydovchining yonida o'tirgan to'lacha, sariq mo'ylov militsioner. Men tushunarli degandek boshimni irg'ab qo'ydim. Shu bo'yi biz jim ketdik. Militsionerlarning qovoqlari soliq edi. Demakki, o'ta jiddiy bironta hodisa ro'y bergan. Aks holda har xil jinoyatlarni ko'raverib, diydasi qotib ketgan bu odamlar hech bo'lmaganda o'zaro gaplashib ketishardi. Mashina rayon markazidan 30 chaqirimcha uzoqlashganidan keyin qizil Icarus avtobusining yonida to'xtadi. Avtobus atrofida 20 dan ziyod odam va anchagina militsiya kiyimidagilar o'ralashib yurishardi. Yaxshiyamki uyingda ekansan, dedi Bahodir aka meni ko'rishi bilan salom alik ham qilmasdan. Avtobusning dabdalasini chiqarib ketishibdi. Kim? Dedim men avtobusga qarar ekanman. Kimligini bilganimda seni chaqirib ham o'tirmasdim. Qisqasi 4 kishi avtobusni to'xtatgan. Ulardan biri militsiya kiyimida bo'lgan. Hammasi qurollangan. Shunday deb Bahodir aka asabiy holda yerga tupurdi. Menimcha kimdir bu avtobusda savdogarlar ketayotganligini ularga aytgan. Yoki ularning o'zlari buni oldindan bilgan. Xullas qurol o'qtalib, hamma savdogarning bor yo'g'ini tortib olishgan. Bitta baquvvatroq yigit bor ekan qarshilik ko'rsatibdi. Padaringga la'natlar otib tashlashibdi. Yaxshiki ikkala o'q ham yalab o'tibdi. Tirik qolgan. Xullas voqeaning qisqacha tafsiloti shu. Hozir qorong'ida ko'rinmaydi. Mana bu tomonda, deya mayor qo'li bilan sharq tomonni ko'rsatdi. Tog' bor. Menimcha unga yetguncha 40-50 kilometr yo'l bosish kerak. Qora Jigulida bosqinchilar shu yoqqa ketishgan. Qancha vaqt o'tdi? deya so'radim. Boshini ushlab o'tirgan, yo'l to'sonlarining go'rlariga g'isht qalab yig'layotgan, tinimsiz sigareta chekayotgan odamlarga bir qarar ekanman. 2 soatcha yashirinishga ulgurishgan. Hozir borishimiz befoyda. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Menimcha unchalik ham uzoqqa ketishga ulgurishmagan. Chunki hamma gaylarga allaqachon xabar jo'natilgan. Buni ular ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun katta yo'lga chiqish olmaydi. Toqqa borguncha bironta ham qishloq yo'q. Undan narida ham. Demakki, birorta uyga yashirishning iloji ham yo'q. Hamma yoq yalanglik. Mashina chirog'i uzoqdan ham ko'rinadi. Xullas shunga tavakkal qilish kerak. Izi sovunmasdan orqasidan tushish kerak. Sen bilan birga 4 kishi ketadi. Ketdik unda, dedim men.
zarurat tug'ilib qolsa ishlatasan, deb Bahodir aka qo'limga lattaga o'rilgan to'pponcha tutqazdi. Buni senga bo'ynimga juda ko'p narsani olib beryapman. Agar birov senga qurol berganimni bilib qolsa kallam ketishi aniq. Shuning uchun iltimos, juda zarur bo'lmasa buni ishlatma. Keyin ularning hammasi tiriklayin qo'lga tushishi zarur. Men bilan birga borayotganlarda bormi bu matoqdan? deya so'radim, iloji boricha jilmayishga harakat qilib. Bor. Unda buni o'zingizda qoldiravering. Kerak bo'p qolsa o'shalarnikidan foydalanamiz. Toqqacha 1 soatdan ziyod yurdik. O'nqir-cho'nqir, tuproq yo'l gohida soyga enar, balandga chiqar, ba'zan mashina toshlar ustida shunaqangi dukurlay boshlar ediki, iching to'kilib qolishi hech gap emas. Bunaqangi yurishda atrofni kuzatib borish, yo'l to'salar ortidan qush u yoqda tursin, toqqa yetib olishning o'zi katta qahramonlik edi. Nihoyat qop-qora bo'lib ko'rinib turgan toqqa yetib bordik. Yo'l tugadi. Endi qayoqqa boramiz degandek haydovchi mashinani to'xtatib menga qaradi. Men mashinadan tushdim. Hamma yoq zimiston, hech narsa ko'rinmaydi. Kelayotganimizda yonga ketadigan bironta yo'l ko'rmadinglarmi mabodo? deya so'radim mashina ichida o'tirganlardan. Ular bir ovozdan ko'rmadik deya javob qaytarishdi. Qayoqdan ham ko'rishsin deya o'yladim men, o'zimning bergan savolimga o'zimning kulgim qistab. Atrofiga qarasa ko'radi-da. Orqamizga qaytganimiz ma'qul. Bu tomonlarga kelishmagani aniq, dedi mashina orqasida o'tirganlardan biri. Baribir atrofni bir ko'zdan kechiraylik. Balki bironta yo'l bordir, dedim men. Shu gapimdan keyin haydovchi mashinadan tushdi, mening yonimga kelib, 2 kishidan bo'linamizda 2 tomonni ko'rib chiqamiz. Mashina yurishi mumkin bo'lgan yo'lni topib olsak bo'ldi. Shu yoqqa qarab yuramiz, deb maslahat ohangida so'z qotdi. Maslahatlashganimizdan so'ng haydovchi mashinada qoldi. Biz 4 talamiz 2ga bo'linib 2 yoqqa ketdik. Qo'l chiroqda yerni yoritib yaxshilab qarab ketdim. Hamma yoq tosh bo'lganligi uchun hech qayerda iz ko'rinmasdi. Agar shu yerga kelishgan bo'lsa, albatta bironta iz bo'lishi kerak. Uchib ketishi mumkin emas deya o'ylar edim. Adashmagan ekanman. Tog' yonbag'irlab biroz yurganimizdan keyin ozgina tuproqli joyda mashina g'ildiragining iziga ko'zim tushdi. Bo'ldi, dedim yonimdagi sherigimga. Ular shu tomonga yurgan. Demak, oralarda bu yerlarni yaxshi biladigan odam bor. Niva yoniga qaytib keldik. Bizga qarama-qarshi tomonga ketgan 2 militsionerni ham chaqirib oldik-da, yana yo'lga tushdik. Yo'l asta-sekin tog' orasiga boshladi bizni. Adashmasam, 2 ta soylikdan o'tganimizdan keyin jildirab oqayotgan irmoq ro'paramizdan chiqdi. Shu yerda to'xtating, dedim men haydovchiga. O'zim eshikni ochdim-da, pastga tushdim. Tog' boshlangan joyga nisbatan bu yer ancha salqin ekan. Etim junjukdi. Shunday esa-da sekin jilg'aning oldiga borib, undan narini qo'l chirog'im bilan tekshirdim. Yo'q, bu yerdan mashina o'tmagan. Agar o'tganida jilg'aning narigi tomondagi toshlar ho'l bo'lardi. Nam havoda ularning 2 soat ichida qurib ketishi mumkin emas. Balki adashayotgandirman. Toshlar allaqachon qurishga ulgurgandir. Lekin ichki bir sezgim buni inkor etib turar. Negadir yo'l to'sarlarning bu jilg'ani kechib o'tmaganligiga ishonchim komil edi. Juda aqlli ish qilingan. Hamma narsaning yaxshigina hisobini olgan odam ularni boshqarib yuribdi, deya o'yladim. Va birdan ortimga qaytib,
boyagina chetlab o'tilgan qoyaning yoniga bordim. Buni qarangki, aynan qoyaning biz kelgan tomonga ko'rinmaydigan, ya'ni orqasida bitta mashina bazo'r sig'adigan so'qmoq bo'lib, u boshqa soy tomonga olib ketar edi. Lekin ro'parada qop-qora bo'lib ko'rinib turgan ulkan qoya yo'lning uzoqqa bormasligidan dalolat berib turardi. Oysiz tunda qoyani birdaniga ko'rish mushkul edi. Faqat diqqat bilan qaralsa, uning qop-qora jussasini payqash mumkin bo'lardi. 2 kishi shu yerda qolsin. Qolganlar men bilan boradi, dedim mashina ichida sigareta tutatib o'tirgan sheriklarimga. Darvoqe, biz haqiqatan ham sherik edik. Maqsadimiz bir bo'lganidan keyin sherik bo'lamiz-da. Garchi Bahodir aka ularga shu bola nima desa gap so'zsiz bajarasizlar degan esa-da, mening buyrug'im militsionerlarga biroz erish tuyuldi. Ehtimolki oralarida kim bo'libsan-u bizga buyruq berasan deya o'ylaganlari ham chiqar. Biroq bu haqda bahslashib o'tirishning mavridi emasdi. Shu boiski istar-istamay ensasi qotib, mashinadan tushgan yigitlarning qovoq tumshuqlariga e'tibor bermadim. Yo'l asta-sekinlik bilan yuqorilab borar, bu yurishni qiyinlashtirardi. Bu ham kamday yomg'ir tomchilay boshladi. Avvaliga men bilan birga ketayotgan ikkala yigit ham asta-sekin ortda qola boshlashdi. Ochig'i ularga ichim achidi. Bir xayolim shu yerda poyloqchilik qilib turinglar deya qoldirmoqchi ham bo'ldim. Keyin o'ylab qarasam, agar bunaqangi salqin havoda yurib turishmasa, sovuq qotishi ham mumkin ekan. Shu boisdan ham indamadim. Yomg'ir tezlasha boshladi. Osmonga bir qarab oldim-da, sen kamlik qilib turgandingda deya ko'nglimdan o'tkazib qo'ydim.